Bizning tajribada biz tornado hosil qilishni ko'ramiz sizlar bilan. Bu qanday bo'ladi? Hozir oddiy yonib turibdi. Bu tornado hosil bo'lishi nima bo'lishi kerak? Aylantirish emas, shamol bo'lishi kerak. Shamolni esa aylantirib hosil qilamiz. Bu hozir aylantirgan paytida shamol hosil bo'ladi. Shuni hisobiga tornadodek ko'rinyapti. Yorug'lik ta'sirida bizlar mana ko'ramiz. Ya'ni lazerimizga charjni olib kelganimizda nimasida yorilmaydi. Agarda qora точкasiga kelsa, juda yutilish qobiliyati char yorilish. Yana ko'ramiz. Biz raketani bilamiz. Mana kichkina raketani maketi. Qanaqa harakat qiladi raketamiz? Reaktiv harakat qiladi. Shunaqami? Reaktiv harakat qilish uchun unga yoqilg'i biz berishimiz kerak. Yoqilg'i yordamida pastga qarab masalan impuls saqlash qonunidan u tepaga qarab harakatlansa, demak yoqilg'i pastga qarab yonadi va harakat qarama-qarshi yo'nalishga qarab davom etadi. Hozir biz mana shu raketamizni yoqilg'ini solamiz. Oddiy spirtni zapravka qilamiz. Soldik. Sovuq, kislorod. O'zi endi yopamiz. Silkitamiz yaxshilab. Va yopamiz. Tajribani ehtiyotlik bilan bajarishimiz kerak. Xavfsizlik qoidalariga rioya qiling.